Bütün dünyadaki moda kiyim keçek sahası qiziqadigan New York moda kiyim haftaliga oxirlashishga oz qolgan bir paytda bosh shtabi New York shahridagi kishilik huquq fondi Uyg'urlarning majburiy emgak silinish masalasiga diqqat tortdi. Ular surat tushirish texnikasi proyektor orqali Uyg'urlarning majburiy emgak haqida ishlangan boshqa filmlarni New York shahridagi Brooklyn ko'riki, Yangi muzey va hayot munari qatorliq muhim nuqtalarga tushirish orqali kuchli diqqat qo'zg'adi. Qisqa filmda Xitoy hukumati tomonidan lagerlarga qamalgan Uyg'urlarning suratiga dunyodagi paxta bilan yasalgan har 5 kiyim-kechakning birining Uyg'urlarning majburiy emgaki bilan yasalganligi. Iste'molchilar arzon deb setib olgan mahsulotlarning dal mushu Uyg'urlarning lagerga qamalish, g'ayri-insoniy muomala, jinsiy zo'ravonlik va tug'mas qilmishdek oqibatlarga duchor bo'lishi badligi kelganligi qora xatlar bilan yozilgan. Ko'rinishlarga sizning tejab qolganlaringizning badalini ular to'layotidi degan so'zlar tushirilgan. Kishilik huquq fondining o'z to'rbetida deyishicha, mazkur qisqa film bu organning bahsi tushirilgan hayotlar nomli turining bir qismi ekan. Ular bu orqali iste'molchilarni Xitoyda ishlangan mahsulotlarning nima uchun shundoq arzon bo'lganligi, ular tejib olgan ozgina pulning orqasida qanday zo'r badallarning to'lanayotganligi haqida ma'lumot bilan ta'minlashni nishon qildi ekan. Intayin ta'sirli qilib ishlangan bu film ijtimoiy taraflarga keng tarqaldi. Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatga uchrayotganligi hamda majburiy emgak silinayotganligini har fursatda tilga olib kelayotgan bu organ Uyg'urlar masalasini Nyu-Yorkdagi davr maydoni ekranida hamda o'zi sohibxonlik qilgan Oslo erkinlik munbirida ko'p qatim o'tirib qo'ygandi.